Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tayyorlanishi oson va chiroyli ko'rinishda chiqadigan ananasli tort tayyorlaymiz. Ishimizni boshlaymiz. Tortimiz uchun kattaroq bonkada 1 banka konservalangan ananas kerak bo'ladi. Siropidan mevasini ajratib olamiz. Tortimiz uchun ham mevasi, ham siropi ishlatiladi. Endi buni chetga qo'yib turamiz, ustini yopib va biskvitimizni tayyorlashni boshlaymiz. 3 dona yirikroq tuxum chuqur idishimizga solamiz. 1 chimdik tuz, 180 gram shakar va 1 choy qoshiqda vanilin shakari. Mikser yordamida oppoq quyuq massaga kelgunigacha ko'pirtirib olamiz. Avval mikserni past tezligida ko'pirtiramiz va biroz quyuqlashgandan keyin tezligini balandlatamiz. Massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi. Endi buni ustiga 50 mg hidsiz o'simlik yog'i qo'shamiz va boyagi olib qo'yilgan ananas siropidan 150 mg qo'shamiz. Endi birozgina mikserni past tezligida aralashtirib olamiz. Qattiq yoki ko'p ko'pirtirib olmasligimiz kerak. Un bilan qavartmani elakdan o'tkazib qo'shamiz. Unni 2 qismga bo'lib qo'shganman va 200 gram un ishlatdim. Mahsulotlarimizni turiga qarab, unni turiga qarab, unni grammi o'zgarishi mumkin. Yengil-yengil aralashtiramiz. Mana ekranda ko'rishingiz mumkin, unni qolgan yarmini yana qo'shdim. Xamirni quyuq suyuqligiga qarab unimizni grammi o'zgarishi mumkin. Buni har doim aytib o'taman. Mana xuddi shu ko'rinishda xamir bo'lishi kerak. Biskvit xamirimiz tayyor. Endi buni oldindan qog'oz to'shab tayyorlab qo'yilgan qolipimizga hammasini quyib olamiz. Qolip hajmi 20 sm. Stol ustiga yaxshilab urib, havolarini chiqazib olamiz. Biskvitimiz bir tekisda chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Oldindan qizitib qo'yilgan duxovkada 170 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishib tayyor bo'ladi. Ichlarini ham mana tekshirib ko'rsatib o'tdim. Pishgan biskvitni to'liq sovitishga qoldiramiz. Soviganidan keyin qolipidan ko'chirib bo'laklarga bo'lishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, pishganidan keyin ham cho'kmasdan o'zini holatini saqlab turibdi biskvit. Endi buni bir tekisda qilib 3 ta korjga bo'lib olamiz. Ichlarini ham mana ko'rsatib o'tdim ekranda. Oxirgi korjimizda tepa qismini men kesib olib tashladim. Urvoq qilib har xil tortlarni yonini atrofini yopish uchun ishlatib olsak bo'ladi. Korjlarimiz tayyor. Endi ananasni yarmini mayda kubik shaklchalarga bo'lib to'g'rab chiqamiz. Qolgan yarmi tortimizni ustini bezatish uchun chetga olib qo'yamiz. Mevani ham tayyorlab bo'ldik. Endi krem tayyorlashdan oldin 100 gram shokoladni eritib olamiz. Krem albatta xohishga ko'ra hamma o'zi xohlagan kremlardan foydalanishlari mumkin. Shokoladni bu safar issiq suv ustiga qo'yib eritib oldim. Shokolad zarar yetmasdan yaxshi eriydi. Mana eritib oldik. Endi buni sovishga qoldiramiz. Ungacha kremimizni tayyorlab olamiz. 300 mg 36% suyuq qaymoq va 300 gram pishloqli qaymoq, ya'ni krem cheese. 1 choy qoshiqda vanilin shakari qo'shamiz. 100 gram shakar pudrasi. Mikser yordamida ko'pirtirib olamiz.
Quyuq qattiq krem holiga kelgunigacha ko'pirtirishda davom etamiz. Kremimiz mana deyarli tayyor. Endi buni ustiga boyagi tayyorlab qo'yilgan shokoladni quyishimiz kerak. Shokolad diqqat qilamiz, issiq bo'lmasin. Sovigan bo'lishi kerak. Yana mikserlab olamiz birozgina. Kremimiz tayyor. Juda ham mazali, qattiqqina, o'zini formasini yaxshi ushlaydigan krem bo'ladi. Mana ekranda ham ko'rishingiz mumkin. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Korjimizni qo'yib, namlantirib olamiz. Sovuq sut yoki shirali siroplar, har xil mevali siroplar bilan namlantirishimiz mumkin. Men mevali sirop surib chiqdim, ya'ni namlantirdim. Kremidan qalinroq qilib qo'yib, tekislab olamiz. Va kremni yarmini konditer qopchasiga solib, ekranda ko'rib turganingizdek qilib, korjimizga devorcha yasab olamiz. Ya'ni mevani qo'yishimiz uchun. O'rtasiga boyagi tayyorlab qo'yilgan to'g'ralgan ananasni yarmini qo'yamiz. Yana birozgina kremlab, ustini tekislab olamiz. Ikkinchi korjimizni qo'ydik. Mevali sharbat bilan namlantirib olamiz. Xuddi shu tarzda davom etamiz. Kremlardan surib, meva qo'yib tayyorlaymiz. Tayyorlagan kremimiz tort uchun yetarli bo'ladi va ustini qoplash uchun keyin yana alohida krem tayyorlab olamiz. Bu krem faqat usti va yon atroflarini yopishga yetadi. Uchinchi korjimizni ham qo'yamiz, yana namlantirib, kremni qolgan qismini ham qo'yib, hamma joylarini bir tekisda yopib chiqamiz. Tayyor tortimizni atrofiga plyonka qo'ydim va qolip bilan zich qilib yopib, bir necha soat davomida sovutgichga qoldirishimiz kerak. Ustilarini albatta yopamiz. Kechasi qo'yib, ertasi kun tayyorlasak ham, davom ettirsak ham bo'ladi. Menda kechasi bilan turdi. Va endi qolipdan ko'chirib olamiz. Aytib o'tganimdek, buni ustini yopib bezatish uchun boshqa krem tayyorlaymiz. Krem shanti bilan yopaman ko'pincha men tortlarim atrofini. 75 gram shanti parashogi, 200 mg sovuq sut, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Quyuq, qattiq va yengil krem bo'ladi. Ishlash uchun, tortni atrofini yopib bezatish uchun juda ham yaxshi va qulay krem bu. Endi kremdan ko'p qilib qo'yib, tortimizni tekislab yopib chiqamiz. Tortni atrofini to'liq yopish uchun kremidan ko'proq foydalanishimiz mumkin va keyin tekislaganda ortiqcha kremlari yana chiqadi. Va bu tayyorlagan kremimiz bemalol yetib, ortib ham qoladi. Mana chiroyli qilib tekislab oldik. Ustilarini tekislash uchun xuddi shunaqa ekranda ko'rganingizdek qilib tekislanadi. Endi chetlariga iz tushirdim men. Buni qilish albatta shart emas, xohishga ko'ra. Va atrofiga eritilgan shokoladdan qo'yib chiqdim. Tayyor tortni hamma o'zini xohishiga ko'ra, fantaziyasiga qarab bezatishlari mumkin. Men ortgan kremdan gul qo'ydim.
mevalarni chiroyli qilib o'rtasiga terib chiqish uchun atrofini xuddi shu tarzda nasatka bilan gul chiqazdim. Endi oldindan tayyorlab qo'yilgan mevalarni chiroyli qilib terib chiqamiz. Ananasni qolgan yarimoy shaklida kesib oldim va xuddi shu ko'rinishda qo'yib chiqdim. Har xil mevalar bilan bezatsak bo'ladi. Mevalarni chiroyli qilib terib bo'lganimizdan keyin ustiga ehtiyotkorlik bilan glazur surib chiqamiz. Men neytral glazurdan foydalandim. O'zim uyda tayyorlaganman va boshqa videolarda retseptini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mevalarni hamma joyini yopadigan qilib surib chiqamiz. Tortimizni ustidagi mevalarni yaltiratib va albatta sifatini yo'qotmasdan turishiga yordam beradi, ya'ni bu jelili siropimiz. Va bu tortni men video oxirida kesib ko'rsata olmadim, sababi buyurtma uchun, ya'ni zakazga tayyorlagan edim. Egalari yeb ko'rib juda ham mazali chiqqan, rahmat deyishdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ring. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.